Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Programımızdaki bugünkü sanıda iradelik buluş degan tema toxtalımız. Programımızın bugünkü ezmihmeni Şarkı Türkistan İlmihalar Birliği azası Ustaz Abdülahad Hafız boludu. Bu programımızda şu iradelik buluşunki degan nim maksat kılındığı manisi nime, iradelik buluşunki İslam'daki ornu ve ehemmiyetleri, iradelik buluşunki faydaları, iradesizlikninki ziyanları üstüne toxtalımız. Assalamu alaikum Ustaz Abdülahad Hacım Kandas. Programımız için hoş geldin. Aleyküm assalam ve rahmetullah. Kandak özünün ahvalı yaxşı. Allah Teala bu programımızı başta özümüzge ve bu programı anlayan barlık kırındaşlarımızga faydalı kılsın. Amin, amin. Biz asasen şu iradelik buluşunki manalarını bir şerileş arkalık bu iradelik buluşun ne maksat kılındı bu akçırıp geçsek hakikaten zaten bu iradelik buluş hakkında nurgulluğun ayetler var, hadislerin mezmullarında şu iradelik hakkında müminlerin iradelik buluş çakırgan ayet hadisler var. Ama şu iradelik buluş degeninki ne maksat kılındı manisi neme biz bunu qanday düşünemiz görürmelerimizge şu muşunun düşünce bir iş arkalık programımızdan başlayıp geçsek kana merhamet. Boludu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm hürmetli karındaşlar. Allah Teala biz Müslümanlarını ve barlık insanlarını bu şu dünyadaki hayatı da faydalı buluş, muvaffakiyetke erişiş, galbige erişiş, dünyada özününki baxt saadetiga erişiş üçün şununla tigişlik yollarını bizge köküstüdü. Yani şu yollardan biri iradelik buluş. İradelik buluş degen nima degen yani kara vaktimizde avılan irade degen söz Allah Teala insana bergen köpligen narsalarının içidin özüge faydalık yaxşı bir narsani tanlash iktidarı degen boludu irade. Allah Teala başka mahlukatlarga bermegen bu iradeni insanlığa bergen. İnsanlar iradesi bilen özüge nimenin faydalık, nimenin ziyallık ekenligini çıkıp faydalık narsalarni qilishga irade kılıdı, şunu kılıdı. Bu irade. Endi biz tanlagandan keyin bir yolunu, bir gayeni, bir maksatni tanlap ben muşu maksatga, muşu gayege yetimen degen bir yolunu tanlagandan keyin o gayege yetiş üçün o yerde mağdıgan yol iradelik buluş kerek oldu. Onda bolganda iradelik buluş degen nem degen gap desek iradelik buluş lügatda bir işqa bel bağlaş, çidamlık buluş, ciddi buluş, çın turuş yolu da keskin buluş, kat'i buluş degen manalarını öz içine alıdı. İradelik buluş degen sözününki lügat manisi. Endi biz bir yerde istilahi manini demekçi bolumuz, o bolsa özüge faydalık yaxşı bir işte kılışını şunu tanlap niyet kılış, niyetini amelge aşırış üçün şu yolda müstahkem duruş, Allah'a bergen vədisiga vapa kılış, boşanlık kılmaslık, yoldaki kıyınçılıklarının aldıda bel koyvatmaslık, ahırgıca müstahkem duruş degen manalarni
uqtirdi bu irodalik bo'lish degan so'z istilohda. Tushunishlik bo'ldi. Haqiqatan oyat yildimi shu mushriklarning aziyatlarini bayon qilgan vaqtdan keyin shu sabrlik bo'lishga buyurish orqali Alloh taolo yana zalik min azmil umur bu iroda talab qiladigan ishlardan degan yana bir qancha o'rinda shu sabrga munosabatli oyatlarni deb kelib aqsni yana bunga nayt kuchli iroda talab qiladigan ishlardan degan oyatlar keladi. Xo'sh. Ular bo'lgan shu irodalik bo'lishninki dinimizdagi o'rni, ahamiyatları ustida bir tushuncha bergan bo'lsalar. Xo'sh, o'zlari degandek irodalik bo'lishninki dinimizdagi o'rnininki yuqurligini, ahamiyatini bilmoqchi bo'lsak, Qur'oni Karimga va hadis shariflarga qaraymiz. Qur'oni Karimga qarasak, Alloh taolo payg'ambarlarning ichidan 5 payg'ambarni ulul azmi deb irodalik payg'ambarlar deb sifatlaydi. Bu irodalik payg'ambarlar kimlar? Nuh alayhissalom, İbrahim alayhissalom, Musa alayhissalom, İsa alayhissalom ve bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Bu 5 payg'ambar şu kelgan barliq payg'ambarlarning ichida ulul azmi, ya'ni irodalik deb sifatlangan. Bularninki hayotiga qaraydigan bo'lsak, bular Allohning dinini kishilarga yetkazish, insonlarni haq dinga da'vat qilish yo'lida tortgan jafolari, mushaqqatlari hech qanday boshqa payg'ambarlarga o'xshamaydi. Nayati qiyin ahvollarga duch kelgan, o'lim bilan tahdid qilingan mushundaq qiyin ahvolladimi bu payg'ambarlar qat'iy yo'lidan yanmasdan, ajizlashib qolmasdan, umidsizlanmasdan Allohning dinini oxirigacha g'oyaga yetkazish uchun butun hayoti bo'yicha qat'iy tavlanmasdan harakat qilgan. Shuning uchun Alloh taolo bu payg'ambarlarni irodalik payg'ambarlar deb sifatlagan. Bir misol bersak, masalan, payg'ambar alayhissalomga Makkaning mushriklari shunda qattiq aziyatlarni qilgan, yo'lini to'sgan, yangi musulmon bo'lganlarni shunda qiynab aziyatlarni qilganning sirtida bu yo'ldan yandirish uchun Rasulullohni da'vatini to'xtatish uchun agar Muhammad da'vatini to'xtatsa, biz ashundanki o'zimizga podshoh qilib olaylik, ya butun mol mulkimizni berib uni boy qilaylik deb nima qilgan vaqtida Rasululloh meningki o'ng qo'limga oyni, sol qo'limga kunni qo'ysimi, men bu yo'ldan qat'iy yanmayman, ya mushu yo'lda men o'lib ketaman, yoki Alloh taolo bu dinni g'oyaga yetkazadi degan. Ya'ni mushundaq mustahkam turgan. Shuning uchun bu payg'ambarlar ulul azmi deb atalgan. Endi ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni alayda shu irodalik bo'lishga buyurib Alloh taolo mundaq deydi. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sen Allah'ınki rahmeti bilen o sahabelerge yumuşak muamele kıldın. Eğer sen anda kalbi kattık, yürüki qattiq, gepi qattiq bo'lgan bo'lsang, o sahobalar sening atrofingdan tarab ketadi. Shunga sen ularni afv qilgan, ular uchun Alloh taolodan mag'firat tilgan. Har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsang, sahobalarga istishora qilib, shularni maslahat sog'in. Faiza azamta, endi bizning bu yerdagi dalilimiz Faiza azamta fatavakkal alallah. Eğer bir işe azme kılsan, irade kılsan,
Şu ishni qilmoqchi bo'lsang, Allohga tavakkul qil, yo'langa mang, uningdan qat'iy yanma. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Chunki Alloh taolo tavakkul qilguvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Ali İmran 159-oyat. Mishadiki fatavakkal alalloh, fa iza azamta fatavakkal alalloh degan Alloh taolaning bir ishga iroda qilsang, Allohga tavakkul qilib yo'langa mangin, o yo'lda qat'iy ching turg'in degan bo'ladi. Şu iradalik bo'lishninki. Yine üçüncü Alloh taolo musulmonlarni düşmanlardan kelgan aziyatlarga qarshi iradalik bo'lishga, o aziyatlarning oldida yengilmaslikka, bel qo'yatmaslikka chaqirib shundoq deydi. Latublavunna fi amvalikum va anfusikum. Sizlar mollaringlarda va jonlaringlarda imtihon qilinsizlar. Yani mallarınla ziyanga uçraydı, o canlarınla ziyanga uçraydı kafirler tarafından. Ve la tasma'unna minellezine utul kitabı min qablikum ve minellezine eşraku azan kesira. Sizlerden ilgili kitap verilgen Yahudi Hristiyanlardan ve hazır sizler bilen birlikte turvatkan, sizlerle karşı çıkıvatkan müşriklerden naati köp nurgulluğun eziyetlerini, kıyın kıstaklarını anlaysizlar. Şu aziyatlarga, yaman gaplarga duch kelisizlar. Ve in tasbiru, agar mushunga sabr qilsanglar ve tattaqu ve takva qilsanglar, yani Allah Taola'nın yolida mustahkam tursanglar, fa inna zalika min azmil umur. Ana şu hakikaten iradelik işlerden, qat'iy turadigan ishlardandir deydi. Yani bir adama Allah Taala Müslümanlarınki her türlü aziyetlerge uçraydiganligini, cinida, milida her türlü xatarlikka uçraydiganligini, her türlü aziyetlerge uçrasimi chidab shuningga yo'lda mustahkam turish kerakligini buyuruydi. Yine Luqman, Hazreti Luqman o'g'liga nasihat qilib shundoq deydi. Ya bunayya aqimis salata va'mur bil ma'ruf va nha anil munkar. Ey o'g'lim, namazını ada qilgin ve yaxshilikqa buyurgin, yomonlikdan to'sqin. Bu yolda kelgan jafo mushaqqatga vasbir alama asabak. Bu yolda sana yetgan qiyinchiliklarga sabr qilgin. Inna zalika min azmil umur. Hakikaten shunday qilish eng irodalik ishlardandir deydi. Mushundaq yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan keyin qilgan duosida Allahumma inni as'aluka sabata fil amr. Ey Allah'ım, ben senden işimde mustahkam turishni vel azimata ala rushd, haq yolda iradelik bo'lishni ve as'aluka shukra ni'matak, ne'matingga shukr qilishni ve husna ibodatik, sana nayat yaxshi ibodat qilishni tilayman deb duo qiladi. Mana bu ayet-i kerimeler, bu Resulullah'ın duaları, bu hepsi bizge iradelik bo'lishning qanchalik ahamiyatlik ish ekanligini, iradelik bo'lishning dinimizde qandoq muhimligini ko'rsatdi. Allah razı olsun. Hakikaten insanda güçlük irade, ali himmet bulmayı turup közlügen nişan etemeydi. Bulup mu bir dava ilgilerde elbette muhimdak bir ali himmet, güçlük irade buluş talep kılınıdı. Bu iradelik buluştaki faydalarını köplegenler bir yere merkezleştirip bilalişim mümkün. Lakin şu faydalarını, kanda faydası var, buna ihcam bir şekilde körülmelerimiz gibi bir ihcamlap bergen bolsa. Hoş hamda iradelik buluştaki faydasını ihcamlap 1, 2, 3 deb bayan qilsak 10 tane faydasını sözleyimiz. Kısaca. Birinci iradelik bo'lishninki faydalardan birincisi duanın icabet bo'lishning sebebi iradelik bo'lish. Yani duada bo'shib qolmaslik, duam icabet olmadi deb to'xtab qolmaslik, doim Alloh taolo qat'iy duam icabet qildi deb duada iradelik bo'lsa, duanın icabet bo'lishga sebep bo'ladi. İkincisi iradelik kişi nefsini paklayalaydı. Dünyada
har qandaq ishqa erishishning birinchi sharti nafsini poklash. Chunki bizning nafsimiz bizni yomon ishlarga buyuradi, yaxshi ishlarni qilishga to'salg'i bo'ladi. Nafsimizni yengalasak, o chaqda ishimizni qila olamiz. Uchinchisi, irodali kishi taqvoni amalga oshira oladi. Ya'ni Alloh taolaning buyruqlarini o'z joyida qila oladi. Bu yo'ldagi qiyinchiliklarga bardoshlik bera oladi. To'rtinchi foydasi, irodali kishi gunoh ma'siyatlarni tashlay oladi. Her türlü günahını, mesela odatdagi bir ish, tamaki chekishni o'rganib qolgan odam tamakini tashlandisa tashlamayman deydi. Agar uning irodasi bo'lsa, irodalik bo'lsa tashlay oladi. Shunga o'xshash boshqa gunoh ma'siyatlarni irodali kishi tashlab o'zini to'g'ri yo'lga boshlay oladi. Beshinchi foydasi, irodali kishi shaytonning va dushmanning ozdirishiga aldanmaydi. Hani bizden iki düşmanımız var. Bir manevi düşman o şeytan, ikincisi ademi şeytanlardan boğan düşmanlar. Bu düşmanlar bizimki yolumuzdan tosalgı bulup bizni azdırış ve bizimki işimizni kığılı koymaydı. İradeli kişi bu düşmanlara aldanmasdan özünki hak yolunda çın duralaydı. İradalik bo'lishning 6-cı foydasi, tavbaning qabul bo'lishining shartlaridan biri gunohni tark etishga irodalik bo'lish. Ya'ni biz tavba qilishni bilamiz, yani tavba qilishning 3 sharti var. Birinchi gunohdan qaytish, tark etish, ikkinchisi Alloh taoladan mag'firat tilash, ikkinchi shu gunohni qilmaslikka iroda bog'lash. Ama şu irodada tura olsa Alloh taolo gunohni qancha cho'ng bo'lsa qabul qildi. 7-ci foydası, iradali kishi har qanday ishlarda muvaffaqiyat qozona oladi. Mayli bu tijorat olsun, mayli o'qish bo'lsin, mayli boshqa diniy xizmat olsun, har qanday bir ishda g'oyasiga yeta oladi, muvaffaqiyat qozona oladi. 8-ci foydasi, iradali kishi oliy maqomlarga yeta oladi. Özünki mertebesini cemiyette yukarı dereceye çıkaralaydı. Çünkü iradeli kişi ancak azrak bir işini kılışılan toktap kalmaydı. Bir işini ahırga çıkargandan keyin onundan yaxshiroq yeni bir işini kılışka rıgbatlanıdı. Şunun olan özünki mertebesini, makamını yukarı götürelaydı. 9-cı foydası, iradeli kişi rastçılıkta mustahkem turalaydı. Bala musibetlerge sabır kılalaydı. Bundak işler, ondak iradeli kişilerini yolundan kaytırıp kalamaydı. 10-cı faydası hem de iradeli kişi peygamberlerinin izinden mangan buludu. Peygamberlerini ulul azmi de süperledi Allah Teala. Şu iradelik peygamberlerinin ki bizi gösterken yolu da müstahkem turup hayatının ahırıskıça şu yolda mağalaydı. Bana bu şundak faydaları var kısaca. Allah razı olsun. Biz bu demeninki faydalarını yani akşamlar belli. Zaten bunun faydalarını sanap tüketmedik faydaları var. Vakit münasebetiyle bu 10 noktaya merkezleştirilgenlerine şun köp rahmet. Endi faydalarını bilgenken biz iradesizlikten ziyalardan bir qancha ziyalarına bir okurmenlerimizle ortaklaşkan bolsak görürmenlerimizle. Hoş anda iradesizlikten ki, boşanlıktan ki ziyanları mı? Yine bir 8-9 yıl ziyanlarını eğitip ötümüz kısaca. Birinci zine, irade kalbinin, yani yüreknin hıslatlarından birisi bulup, irade acizlaşsa, beden acizleşi de mağlubiyetke sebep olur. Çünkü iradesi müstahkem bulmayan adam, bir işine ahırgı çıkarıp kılanmaydı. Şunun olan mağlubiyetke uçraydı. İkinci, iradesiz kişi aciz ve horun doludur. Bundak kişi muvaffakiyet kazanmaydı. Bu dünyada aciz, horun kişilerge orun yok. Dünya hayatını görevazsak, dünyada güçlük boğanla muvaffakiyet kazanıdı, güçlük boğanla yaxşı yaşaydı,
aciz bo'lganlar bu kuchli bo'lganlarniki oyog'i ostida eziladi. Shuning uchun irodalik bo'lish kerak. Irodasiz kishilar bundaq muvaffaqiyatga erisholmaydi. Uchinchisi, irodasiz kishi sabab qilmasdan quruq arzu qiladigan, o'zini pesh og'zimga tushlab o'tiradigan, ish yo'q deb tuvan odatdagi ishni yaratmaydigan, cho'ng ishni qilolmaydigan shundaq ahvolga tushib qoladi. Qilgan ishni hamisha oqiga so'raydigan, ati qilay, o'gin qilay deb ishni vaqtida qilmaydigan bo'lib qoladi. Irodasi sust bo'lgandan keyin bundaq kishilar yana o'zininki ishini rivojlantirolmaydi. To'rtinchisi, irodasiz kishi yengilishdan qo'rqib alg'a bosolmaydi. U qalbida mustahkam iroda bo'lmagan ekan, bu oldida keladigan har turli qiyinchiliklarni, har turli xatarlarni cho'ng ko'ksitib o'ziga, men bu ishni qilsam nima qilolmayman, g'alaba qilolmayman deb o ishni boshlamay turib, qo'rqib yo'lga chiqolmagandan keyin o oldiga bosolmay hamisha orqaga chekinadi. Beshinchisi, irodasiz kishi xalqninki tanqid malomatidan qo'rqib haqni so'zlayolmaydi. Men mani desam, xalqlar nimda, xalqlar meni ayblaydi, ondan hech kimga bir nima qilmay bir bunda o'tay deb shundoq bilib turib haqni so'zlamaydi. Qilishga tegishli ishni qilmaydi. Shundoq jamiyatda passiv bir holatga tushib qoladi bu irodasiz kishi. Altıncısı, irodasiz kishi har doim ikkilanish ichida nishoni aniq bo'lmaydigan bir kishi bo'lib qoladi. Ya'ni iroda mustahkam bo'lmagandan keyin boradigan g'oyasi, qiladigan ishi, maqsadi aniq emas. Aniq bo'lmagandan keyin ani qilsam bo'larmiki, mani qilsam bo'larmiki deb bir ishni bir boshqa oyoqqa chiqarib qilolmaydi. Bir ishni qilishga mustahkam bir nima qilolmaydi, maqsad qilib bir yo'lga chiqolmaydi. 7. ziyni, irodasiz kishi umidsiz, hamma ishga salbiy qaraydigan, arzu armoni yo'q kishidir. Iroda bo'lmagandan keyin bir g'oyasi bo'lmaydi. G'oya bo'lmagandan keyin umidsiz, doim jamiyatdagi ahvollardan umidsiz bo'ladi, kelgusidan umidsiz bo'ladi. Biz endi qo'limizdan hech ish kelmaydi, biz tugashdik, biz ishni qilolmaymiz deb shundoq bir oliy bir g'oyani arzu qiladigan, armon qiladigan, bu yo'lda mangadigan bo'lmaydi. 8. irodasiz kishi sabr qilolmaydi. Beshiga azroq bir musibat kelsa, aşağıda bel qo'yib o'tadi yoki qilayotgan ishini tashlab qo'ydi. Mustahkam turolmaydi. Tezla natijani ko'rsam bo'ladi deb pat natijaga erisholmasa, mengayotgan yo'lidan qaytib boshqa yo'llarga kirib ketadi. Shuning bilan bu g'alabaga erisholmaydi. 9. oxirgi ziyni hamda irodasiz kishi beparvo, diqqatsiz bo'ladi. Yani bir ishga parvo qilmayotgan, diqqat bilan jiddiy bir shaklda ish qilmayotgan bunday bir holat shakllandi. Bu ikki xislat, yani beparvolik va diqqatsizlik barliq balo ofatning beshi. İnsanning beshiga keladigan hamma xafalar shu beparvolikdan va qilgan ishiga diqqat qilmas jiddiyatsizlikdan keladi. Bunday odam vaqtni bekor zoya qiladi, hech qanday ishga jiddiy qaramaydi, g'oyasiz, ixlossiz ish qiladi, o'zini aldab foydasiz ishlar bilan kun o'tkazadi, yaxshi ish qiliqlarni bu ishlar kishi qilmaydi. Shuning bilan bunday kishilar jamiyatda eng oqida qolgan, eng passiv, hech qanday bir ishda bir g'alaba qozonolmaydigan bunday holatga tushib qoldi. Shuning uchun irodalik bo'lishga tirishishimiz lozim.
Kılgan işimizde müstahkem duruşumuz lazım. Yolumuzda müstahkem duruşumuz lazım. Şunda kılgan çağda cepa muşakkatke çidap iş kılgan vaktimizde andikin gayemizge yetkili oldu. Çok Şunda rahmet. ziyarları var. Allah razı olsun. Nihayet